Xotin? Men uni yengi qani? Ha? Yengi deyman. Tikishni bilmaymanmi? Ya chiqisi yo'q, o'zim ham ruldani quyosh urib qorayib ketmasin. Rahmat aytmoqchiman, rahmat. Arzimaydi. Sizga pishiruv qildim. Rahmat, roziman. Sizga pishiruv qildim deyapman. Shirin bo'lsa kerak, ha? Internetdan qildim. Yo'q, chiqdi. Ana bo'ldi. Sizlarda ana tish og'risi ham shunaqa qizil dori qilasizlar. Bilmadim. Internetda ko'rdim. Yaxshi ham gemoroy bo'lmagan ekanman. Xotin! Ha? To'yimizni 1 yilligiga deyman. Dostan. O'zimniki-ku. Zato ichida buni endi look me by hamma bor. Dostan, shunaqa qimmat narsani menga olib berdingizmi? Shunday. Buni ichida nima bor? Uni ichida hamma narsa bor. Ayollar orzu qilgan ozish sirlari, pazandachilik, hamshiralik, hamma narsa bor. Kamiga ertalabga biznesga pul so'radingmi? O'sha yerda biznes loyihangni yozsang, hammani o'zi investorlik ham qiladi. Tushundingmi? Mashina olib bermayman demoqchimisiz? Yo'q, unaqa emas. Hammani o'zi g'olib bo'lganlarga uy, moshin, pul berar ekan. Kim g'olib bo'ladi? Meni xotinim, olg'a. Ish qilib, dugonalardan 300 mingligini bilib qolmasin, bo'lmasam men.